Assalomu alaykum. Mana hamma kutgan o'sha ip ilgichimiz tayyor bo'ldi. 100 talik ip ilgichlarimiz ko'rishinglar mumkin mana. Juda ham ideal holatda chiqardik. Oddiy hali yumaloq simlardan foydalanmadik. Hammasi temirdan iborat. Shunaqa yengil bo'ldi. Xuddi nerjivinkaga o'xshab chiqadigan variantiga qildik. Qaranglar. Har bitta detalida mana shunaqa o'yma gul naqsh holatda chiqadi bu narsa. Ko'ryapsizlarmi? Har bittasi. Hatto mana simlari ham shunaqa o'yma naqsh. Mashinasi o'zi bir alohida tema bo'lyapti. Kraskasi, buni kraskasi. 200 graduslik issiqda termoplast kraska bosilgan. Buni qo'lingizda ham boshqa narsada ham ko'chirib ololmaysiz kraskani. Yorug'lik tushgan sari shunaqa o'zi tovlanadi va yiltirab turadi. Ko'ryapsizlarmi? Yorug'lik tushgan sari shunaqa yiltiraydigan holatda bo'ladi. Iplar mana shu holatda teriladi. 590 ming, 450 ming sotishyapti, ko'ryapsiz hamma joyda. Kimligini aytmayman, shunaqa bir oddiy simdan to'qib qo'ygan narsani o'shaga narxda sotishyapti. 50 taliklarini 300 ming narx aytishyapti, bilyapsiz buni. Bu 100 talik chiqyapti, ko'ryapsizlarmi? Bular narxi, qaranglar, 100 taliklar narxi sizlar uchun 350 ming so'm bo'ladi. Buni ustida juda ko'p vaqt bosh qotirdik va eng mutaxassis odamlar bilan gaplashdik. Ideal variantda. Pochtaga topshirib O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlari bor. Topshirishga ketadigan bo'lsak, qaranglar. Mana bu narsa hatto 2 ga ajraydi mana. Bu qatirilmagan varianti. Xohlasangiz boshqa joyga, bir ideal joyga qatirib bunisini alohida ishlatasiz. Xohlasangiz mana shu holatda qo'yib ishlatsangiz ham bo'lar edi. Pochta qilishga juda ham oson. Arzon narxlarda yetib boradigan qilib chiqarganmiz. Mana shu holatda o'zini har bitta joyda mana shunaqa teshigi bor. Qatiraman desanglar bemalol qatirib olsanglar bo'ladi. Oddiy narsa hammasi. Lekin kraskalar вообще zo'r chiqdi. Kimga kerak bo'lsa, xudo xolasa ertaman soat 8 dan boshlab yoza olasizlar. Zakaz qabul qilamiz. O'chiritga yozdiringlar, tayyor bo'lishi muddati bitta odamniki. O'rtacha o'zi bir kunda 4 tadan 5 tadan chiqarishga harakat qilyapmiz. Endi zakaz bera olasizlar o'zimizga. Ipni shunchalik arzon chiqarib berdik. Mana shunaqa 350 ming so'mdan mana shu narsani biron joyda ko'rgan bo'lsanglar aytinglar. 350 ming so'mdan chiqarib bera oladimikin? Mana shu furnituralar. Xullas, вообще bomba, zo'r.